Assalomu alaykum. Bugungi brifingda O'zbekiston Nogironlar assotsiatsiyasining 2024-yilda amalga oshirgan ishlari to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Yutuqlarimiz haqida gapirishdan oldin tashkilotimiz bilan tanishtirishga ijozat bersangiz. O'zbekiston Nogironlar assotsiatsiyasi bu noyob tashkilot bo'lib, u turli toifadagi nogironligi bo'lgan shaxslar guruhlari manfaatlarini ifodalovchi 50 ta tashkilotni birlashtiradi. Bu esa assotsiatsiyaga o'z faoliyatida nogironligi bo'lgan shaxslarni barcha toifalarning ehtiyoj va manfaatlarini keng qamrovda inobatga olish imkonini beradi, ya'ni cross nogironlik. Bizning nogironligi bo'lgan shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan eng yirik jamoat tashkilotlari uyushmasimiz. Bizning asosiy maqsadimiz har bir insonning to'laqonli hayot kechirishi, ta'lim olishi, mehnat qilishi va jamiyat hayotida faol ishtirok etishi uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lgan inklyuziv jamiyat yaratishdir. Keling endi 2024-yilda amalga oshirilgan asosiy faoliyat yo'nalishlarimizga to'xtalib o'tsak. Birinchi asosiy va muhim yo'nalishimiz bu qonunchilik bilan ishlash. Biz nogironligi bo'lgan shaxslarga yordam beruvchi qonun va normativ hujjatlarni ishlab chiqishda faol ishtirok etamiz. 2024-yildagi ilgari surilgan tashabbuslarimiz quyidagilarni o'z ichiga oladi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy uy-joy bilan ta'minlash to'g'risida Vazirlar Mahkamasining qaror loyihasi, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun shaxsiy yordamchilar to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasi, nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qaror loyihasi, nogironligi bo'lgan shaxslarga favqulodda vaziyatlarda yordam ko'rsatish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qaror loyihasi, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun to'siqsiz muhit yaratish bo'yicha Prezident qaror loyihasi. O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida 34 ta taklif tayyorlandi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonunga odil sudlov, saylovlar va ta'lim olish imkoniyatlarini yaxshilash maqsadida o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish bo'yicha tashabbuslar ilgari surildi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni jismoniy reabilitatsiya qilish va ularni sportga jalb etishga takliflar ishlab chiqildi. Ikkinchi yo'nalishimiz jamoatchilik nazorati va ijtimoiy hamkorlik. O'zbekiston Nogironlar assotsiatsiyasi 2024-yilda jamoatchilik nazorati doirasida quyidagi ishlarni amalga oshirdi. Toshkent shahrida jamoat transportidan foydalanish imkoniyatlarini va to'siqsiz muhit mavjudligiga monitoring o'tkazildi va Transport vazirligiga tegishli tavsiyalar tayyorlandi. Shuningdek, teatr va turizm obyektlari ham monitoringdan o'tkazildi. Toshkent shahrida qurilayotgan 650 ta binoda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun to'siqsiz muhit mavjudligi bo'yicha jamoatchilik ekspertizasi o'tkazildi. Ijtimoiy himoya, bandlik va tibbiyot masalalari bo'yicha jamoatchilik eshituvlari tashkillashtirildi va o'tkazildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan birgalikda nogironligi bo'lgan shaxslarga favqulodda vaziyatlarda yordam ko'rsatish bo'yicha amaliy seminar o'tkazildi. Uchinchi yo'nalishimiz ta'lim va rivojlanish. Biz nogironligi bo'lgan shaxslarni o'qitish va rivojlantirishga katta e'tibor qaratamiz. 2024-yilda nogironligi bo'lgan shaxslarning bilimini oshirish va rivojlanishiga qaratilgan quyidagi tadbirlar o'tkazildi. Inklyuziv ta'lim, bandlik va nogironlar huquqlari bo'yicha seminarlar, nogironligi bo'lgan 25 nafar shaxslar uchun tadbirkorlik ko'nikmalari bo'yicha kurslar, reabilitatsiya texnologiyalari bo'yicha amaliy seminar, ijtimoiy hamkorlik masalalariga bag'ishlangan davra suhbati. To'rtinchi yo'nalishimiz xalqaro hamkorlik. Biz xalqaro hamkorlar bilan faol hamkorlik qilamiz va hamkorlikni kengaytirishga intilamiz. 2024-yilda biz BMT agentliklari bilan nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy himoyasi masalalari borasida muhokamalar bo'lib o'tdi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish sohasida faoliyat yurituvchi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda tadbirlar o'tkazildi. Inklyuziv ta'lim bo'yicha tajriba almashish maqsadida xorijiy universitet va tashkilot bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Xulosa qilib shuni aytish joizki, biz har bir inson sog'lig'idan qat'iy nazar o'z huquqlaridan foydalana oladigan va to'liq hayot kechira oladigan jamiyat yaratishga intilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlagan barcha hamkorlarimizga minnatdorchilik bildiramiz va kelgusida yanada samarali hamkorlik qilishimizga umid qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.